Juda ham yaxshi. Joy Va sog' biz studiyamizda yuqorida aytganimizdek Mo'minjon mehmon taklif qilganmiz va mana shu mehmonimizni biz studiyamizga taklif etsak. Bugun Sevimli kun dasturida ajoyib mehmon, uzoq kutilgan mehmon. uzoq kutilgan mehmon. Sog'inib kutilgan mehmon. Albatta. Barchamiz bolalik, shaxsan meni bolalik chog'larimni eslatadi-da, ular ijro etgan taronalari, qo'shiqlari. To'g'risi, o'z davrini juda ham bir mashhur hit darajasiga ega bo'lgan qo'shiqlar muallifi va ijrochisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Nilufar xonim Saidova. Marhamat, taklif qilamiz aziz mehmonimizni. Zo'r, Men aytmabmidim. Yoshligimizga Katta rahmat. Qaytdik. Haqiqatdan mana shunday shirin xotiralar